kechalari hojatga chiqasizmi? To'liq bo'shamagandek holatlar bo'ladimi? Siydik boshlash uchun yoki siyganda qorin bilan kuchanish holatlari bo'ladimi? Kuchanasizda. Bu aytib turgan narsalaringiz ko'p holatlarda prostata bezini kattalashganligini bildiradi. Xullas sizda siydik napori pastligi bezovta qiladi ana aytgan narsangiz. Ishlaganimda juda ham kam harakatda. Bitta savol sizga, kechalari hojatga chiqasizmi? Kechasi hojatga chiqasizmi kechasi? Kechasi gogoda chiqaman. Gogoda. Har doim emas, qo'lim to'lib qoladi. Hojatga chiqasiz, siyasiz, to'liq chiqmagandek bo'ladi. Mana shunaqa holatlar bo'ladi. Keyin misol uchun siydik boshlash uchun yoki siyganda qorin bilan kuchanish holatlari bo'ladimi? Kuchanasizda. Bu aytib turgan narsalaringiz ko'p holatlarda prostata bezini kattalashganligini bildiradi. Kattalashibdi demak. O'shani hozir biz yana qo'shimcha tekshiruvlar qilib tekshiramiz sizni. Bu tekshiruvlardan keyin sizga xudo xolasa kerakli davo choralarini qilamiz, yordam beramiz xudo xolasa. Xo'pmi? Jinsiy faoliyatingiz bilan ham shug'ullanamiz xudo xolasa.